Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadiya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam, onam. Onamda mo'y odam yo'q ekan-ku. Onajonim, avvalambor assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bezovta qilmadik-ku ona? Kutdingizmi o'zi? Yo'q, umuman kutganim. Vashi kutmadingiz ha ona. O'ringiz bo'lsin. Tabrikka kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz? Onajonim, tabrikka kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz? Dunyoda yashagan birinchi boboyim. Ikkinchisi o'g'lim Marjon. Navbatgina qolay. Umrlaringiz bo'lsin. Bugun tabrikka onam sizni juda ham yaxshi ko'radigan, sizni dunyolarga alishmaydigan, o'z mehrini, o'z xursandchiligini doim siz bilan xush ko'radigan va sizni judalar yaxshi ko'radigan, yaqinlaringizni, farzandlaringizni sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar tomonidan tabrikka tashrif buyurdik onajonim. Birinchi o'rindan shu fursatdan foydalanib, umr yo'ldoshingizga va farzandlaringizga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Bizlarga ancha oldin olib qo'yib chiqishganda shu bo'lganlar dedi. Har qanday vaziyatda ham yiqilsam ham, tursam ham yonimda qalqonday turgan insonim bo'lganlar dedi. Onajonimsan. Onajonim, shu fursatdan foydalanib sizga bitta gap aytmoqchiman. Yaqinlaringiz va farzandlaringiz nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Doim baxtimizga sog' salomat bo'ling. Onajonim lekin kelganimda meni allabdi davolanlaringiz. Bilasizmi nimaga? Onajonim deydi 66 yoshga to'ldi deydi, lekin 18 yoshga kirgan deydi. O'zga onajonim. Umringiz bo'lsin, yuzingizdan. Boboyim parvarishida bu. Umrlaringiz bo'lsin onajonim ham. Doim mana shunday yosh ko'rinib, yuzingizdan tabassum arimas onajonim. Farzandlaringiz tomonidan sizga ta'tilgan gap bor onajonim. Doim yonimizda, har qanday vaziyatda ham yonimizda turganingiz uchun. Boshimizda kulfat tushganda yonimizda turganingiz uchun. Sinov bergan mahalla ham yonimizda turganingiz uchun. Kattakon rahmat onajonim. Onajonim, Alloh sinov bergan mahalla uzoqlashdi yaqinlarim ham. Siz oldingiz boshim silab, rahmat sizga onajonim. Tushganimda boshim kulfat, sizga kerak ekanman faqat. Betob bo'lsam qildingiz toqat, rahmat sizga onajonginam. Siz borsira egilmas qadrim, siz borsira bukilmas qadrim. Dunyodagi eng sodiq do'stim, rahmat sizga onajonginam. Bu qarsaylar sizga onajonim, dunyo turguncha turing. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Umringiz bo'lsin. Qo'shganim bilan qo'shiq qarisin. Hoji ona bo'lib yursin. Balalarini, nevara-chevaralarini xudo harovatini ko'rsin. 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetib yursin. Sog'lik, tinchlik, omad tilaymiz. Sog'lik. Rahmat. Bizda bir kishi keldi, yana bir kishi bor. Men yangadan hisoblanasiz. Siz meni onamlardan onamsiz uchun akam bilan qo'shsa qaring, umr boqiy bo'ling. Hayotingiz hamisha shunday osmonday musaffo, suvday tiniq, oyday
tiniq bo'lsangiz, hamisha qo'shcha qoling. Akalarim baxtiga, singillarim baxtiga, nevara baxtiga hamisha sog' omon bo'ling. Mana shu tug'ilgan kuningiz bilan sizni chin qalbimdan, chin yuragimdan tabriklayman. Hamisha elro'li bo'ling. Akam bilan hamisha qo'shcha qoling. Yangajon, akajon degandan labbay deb tursalaringiz bo'ldi. Onamdan da qo'rqagan, onam siz yana bir bora sizni tabriklayman. Yangajon sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Chunki har bir tashkil ishlarda, har bitta narsada bir kishi o'zi bosh bo'lib turadi-da, onajon. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan inson bor ekanda, shu judalar yaxshi ko'radi, shu qandaydir sizga yaxshi ko'rishini ayta olmaydi-da. Bizlarga shu doim bosh bo'lib turgan, doim qo'llab-quvvatlaydigan va onajonimizni xursand qilishimiz kerak degan tashkil ishlar bo'yicha Ozdobonga kattakon rahmat aytmoqchiman. Shu fursatdan foydalanib, qarsaylar bo'lsa shu opamga onajonimni juda ham xursandchiligi sabab pul qo'ymoqchiman dedilar. Umrlaringiz bo'lsa keng Ozdoba. Bitta ona. Assalomu alaykum, avvalambor hammaga. Hammalaringizga kattakon rahmat kelganingiz uchun. Sizga ham kattakon rahmat, ishingizga omad. Onajonim tug'ilgan kunlaridan tabriklayman. Tabriklayman onajonim, jannatim onam. Bizlarni mana shu darajaga yetkazganingiz uchun dadajonim bilan kattakon rahmat sizlarga. Qo'sha qaringlar. Sizlar juda ham yaxshi ko'raman. Dunyo turguncha turinglar ikkovlaringiz. Rahmat, bitta qarsaylar bo'lsin. Rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Onajonim, hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi-da. Lekin hozir shunga amin bo'ldimki, onajon, bizlarning eng katta boyligimiz mana bizlarning o'g'illarimiz, farzandlarimiz. Onajonim, borlariga shukur. Shu kishilar borki, siz boysiz. Siz borki, bizlar boymiz, onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozir mikrofonni sizga beraman. Shu fursatdan foydalaringizga va o'g'illaringizga qanaqadir gapingiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Marhamat. Eng avvalo sizlarga rahmat. Mana shu qimmatli vaqtlaringizni ajratib ketsa sizlarga rahmat. Ishlaringizga omad. Hamisha bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini o'tkazib bering. Yana shuni daramat aytmoqchiman, farzandlarim umri uzoq bo'lsin. Bitta o'g'lim bor. Agar bitta o'g'lim tilloga bermayman, tilloga. Umri uzoq bo'lsin o'g'limni, rizqini faroz qo'shgandan qo'sha qarsin. Farzandlarini kamolini ko'rsin. Men ikkita qizim bor. Qizlarim ham umri uzoq bo'lsin. Hammasi temir yo'lda ishlaydi. Temir yo'lda umri uzoq bo'lsin. Hech qachon kesilmasin. Sog'lik, salomatlik. Kelinim ham qo'shgandan qo'sha qarisin. Nevaralarim ham. Ne yaqinda navna, ne biram. Ne desa ikkinchi kutib o'tadi. Nasib bo'lsa uni uzatmoqchi biza. Shunga nasib bo'lsa shuni kunlarni ko'raylik, buni ko'pini ko'raylik. Kelgan o'g'aylarimiz uchun hammasiga rahmat. Qo'ni qo'shnilarimiz kelgan, ularga ham rahmat. Yana mana boboyimni umri uzoq bo'lsin. Mana shunday farzandlar tarbiyalashga yilma-yilga bo'ldik biza. Sog'lik, salomatlik, elimiz tinch bo'lsin, osmonimiz muhafaza bo'lsin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini o'tkazib, nasib bo'lsa 100 yoshimizda ham mana shunday kunni ko'rib, tug'ilgan kunimizda kelishlaringizni niyat qilib qolaman. Sog'lik, salomatlik. Onajonim, umringiz uzoq bo'lsin, aytganingiz onajonim. Rahmat sizlarga ham, o'g'illar, borlaringizga shukur, shunaqangi onajonni hurmat qilib kelisizlar, borlaringizga shukur. Onajonim, yana bu tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Yuzlarga kerak, aytganingizdek, erta xudo bo'lsa 100 yoshga kirganingizda kelib mana shu olg'inlar bilan, Disney dekor bilan nishonlash nasib bo'lsa. Bu narsani uxlash kerak. Hamma o'g'illarimizni shuna saqlamizga taklif qilamiz. Onajonim bilan bitta suratlarga tushirib qo'yadi. Onajonim, yuzlariga kerak. Sizlar bilan Disney dekor va Kamina Bekami bo'ldi. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Kalbim
Yaşa koyma